Ol. Voy, 120 gram yopman bittada. Ol shunaqa 8 ming necha kilo? Muhit to'simi. Ya, pul 8 ming so'miydi o'zi. Yo'q, voy. Krasavchik, efiri yopdilar. Voy mana. Baloq sevalar ekan. Mana mana ekranni qanaqa yoqardi? Ekran qilib, ichini ko'rsatadigan qilib. Primoyda. Qaysichi? Ye. Nima qilasiz? Ya'ni kommentariyani ko'rishga o'tib, o'zim telefonimdan ko'rsataman. Assalomu alaykum, va alaykum assalom, homiylar. Yaxshimisiz? Kommentariyani ko'rsa bo'ladimi deb. O'sha kirib ko'rsa bo'lardi-da. Qanaqa. Ekranni zapis yoqarmidi, nimadir yoqardi. Homiylar, assalomu alaykum. Mana lekin cho'moq boshim kerak edi. Odam yig'ilguncha o'qisammikin? Ya qarashapmiz. Odam yig'iladi, hammaga omad. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yo'q, sразу o'ynavera qolamiz, odam yig'ilsin. Men yanta pullarni olib beraman. Qaysini? Yo'q, o'zi. Qayoqqa olib turasizmi yo qariyb o'tiraymi? Qayerda tilla bor debdi. Tegidami? O'zini olib bering. Sotuvchi qizimiz, singlimiz, to'g'rirog'i. Oho, boyga amakiniki. Akamiki. Hammasinimi? Hammasini berdilar. 30-so'yda qilgan emasmi lekin? O'tki pul aralashmadimi ulardan hozir? Ana 10 ming sharlarnikimi? 10 ming so'm? Ana 11 ming. Ha, отдельно pul? Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum. Kommentariyada kimni kommentariyasi eng ko'p like yig'gan bo'lsa, aktiv bo'lgan bo'lsa, o'sha odamni aniqlaymiz. Assalomu alaykum, homiylar. Odam lekin nega unaqa kam yig'iladi? So'ramizmi yo'q? Kimga? Anaxonga? Anaxonga olsin. Kelinimlar, oyizlar. Ha? Klientga? Ha, klientga ham bir tashib Bu hop, konkurs ichida konkurs e'lon qilganmiz. Hayit arafasiga, qurbonlik hayitiga, ya'ni kommentariy yozasizlar shu oxirgi video, shu ko'rsatilgan videoga, shu videoga kommentariy eng ko'p like yozgan odamniki yutilgan hisoblanadi. Ya'ni ko'rsatamiz hozir. Alo. Alo. Boshlamadi u ham. Ozginchadan kelgan. Inshaalloh bugun ertaman Xudo xolasa. Mana shu brasletimizdan bor ekan. Hozir nima qilyapsizlar? Hozir odam yig'ilishini kutamiz. Nima nechta? Ha, siz Instagramdan 42 ta bo'ldi. 93 ta bo'ldi. Voy, skuterim o'rdi.
uchta Pandora brasletini shundoq tekinga berib olib Jaloliddin o'zi ozgina uyaldim to'g'risi. Mana shu kommentariyada aniqlaymiz. Kimni kommentariyasi eng ko'p like yig'gan bo'lsa, o'sha odamga 3 ta Pandora brasletimizni birinchi, ikkinchi o'ringa sovg'a qilamiz. 3 kun hayitda 60-20 Mana shu videoda aniqlaymiz. bo'ladi. Kumushlarimiz zavodskoy tekin fabrikasi ranglari o'chmaydigan, internet turadigan. Mana shu videoda aniqlaymiz. Salom. Alaykum assalom. Juda ham qiyin. Bunaqa assortimentda. Assortimentlarimiz juda ham ko'p o'zimizda o'ylab ko'raman. Agarlarni ko'ramiz 8-ga. Hop, bismillahirrohmanirrohim. Davay, ketdi boshlaymiz. Kommentariyaga kiramiz. Hop. İşte 1000 nechtadir turuvdi boya. Kirib ko'rib qo'ydim. Ne yo'q qoldi. Mana ko'rishingiz mumkin. 1452 ta like yig'ilgan. Buni mana nimadan bilsak bo'ladi. Ichiga kiramiz, mana Libboyga bosib tursak, mana живой akkaunt. Живой akkaunt emas, bo'lganlarniki hozir men bitta ko'rsataman. Mana bu ham живой akkaunt. Publikatsiyasi ham bor. Boyga mana publikatsiya qo'yilmaydi. Agar живой akkaunt emas bo'lsa, publikatsiya bo'lmaydi. Hop, mana birinchi ishtirokchimiz menimcha bo'ladi shu. 1050 ta bo'pti, 1453 ta bo'pti bularniki, 1452 ta. Mana shu ikkita profil konkurent bo'layotgan ekan bir-biriga, ko'rishingiz mumkin. Bittasi 1453 ta, bittasi 1452 ta. Hop. 1415 ta. Dalsha bitta yana ko'rib olamiz. Kimda bitta qaranglar, mana bunaqa narsa qilamiz. Boshiga chiqamiz. Bitta obnovleniya berib yuboramiz Instagramga. Mana bitta oxirgi mana obnovleniyamiz. Ketdi mana bismillah. Hop. Boygilarni bitta ko'ramiz yana. Bir 1452 ta, 1453 ta. Xo'p, bo'ldi, ketdik mana. Birinchi ishtirokchimiz, g'olibamiz, ya'ni 1453 ta kommentariy yig'gan profil egasi Maftuna 0824. Birinchi Pandorani mana boyiga 3 ta Pandoramiz, ko'rishingiz mumkin. Mana vaqtda mana Liboyni olamiz. Mana shu Maftunaxonga mana shuni berdik. Mana skrinshot qilib olishingiz ham mumkin. Живой akkaunt bularniki ham. 1453 ta kommentariy yig'gan g'olibamiz. Aloqaga chiqing. Pandora braslet yutdingiz deb yozib yuboramiz bularga. Tez, to'g'rimi? Mavjudmi? To'g'ri qilishim bo'ldi mana shunday o'sha. Yutdingiz. Bo'ldi mana birinchi ishtirokchimiz. Skrinshotga olib qo'yamiz bularni ham. Xo'p, endi ikkinchi ishtirokchimiz Maftuna 1453 ta, 1415 ta turgan ekan bu yerda. 1452 ta Realistka nomer 1 mana. Bularning profillariga ham kiramiz. Rahmat kattakon, sraz aloqaga chiqdilar. Ikkinchi g'olibamiz mana birinchisi bitta mana bular YouTube'dalar, bularnikini olib qo'yamiz. Ikkinchi g'olibamizga mana Pandora braslet, mana bu ham sizniki. Olib keting tezroq aloqaga chiqib. Mana bo'ldi, mana bular ham yutdilar. Ikkinchi ishtirokchimiz, ikkinchi g'olibamiz, ya'ni hayitlaringiz muborak bo'lsin. Mana siz ham yutdingiz. Shunaqa aktiv bo'lib tursanglar, mana живой hammasi. Xo'p, uchinchi ishtirokchimiz Gulolsa blok, nima? Shunaqa ekan, otlari uzoqdan ko'rinmayapti. Gulolas blok nima? Mana 50 mingta bor ekan bilan odamlar bu ham akkaunt yurg'izar ekanlar menimcha. Xo'p. Uchinchi mana brasletimizni, ya'ni mana mashinasini, o'zi ichkaligini iminni shu yutdilar. Farqi yo'q, hammasi bir xil. Bo'ldi mana, bering. Bering bir shuni o'zim. Hop, bularni ham skrinshotga olamiz.
Ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi, mana 3-ishtirokchimiz, ya'ni 3-g'olibamiz. Bunda turardi o'zim ekan. Mana. Bular ham yetdilar. Mana. Xullas, konkurs ichidagi konkursimiz ko'rishingiz mumkin. Aktiv bo'lgan odam, eng aktiv bo'lgan odam, mana kommentariyalari живой bo'lgan odam, mana sraz aloqaga chiqyaptilar bular ham. Men o'zimni profilimdan yozdim bularga. Ya'ni mana bu Tillachi yigit shu Chorsu profilim. Mana o'zimizga aloqaga chiqib, Toshkent Jeverli centerdan olib ketasizlar faqat narsalarni, shu yerda turibdi. Kelsanglar berib yuboramiz yoki viloyatda bo'lsanglar, BTS pochtadan xohlasa chiqarib yuboramiz. Xullas, mana konkurs o'tib oldi. Uni videolarni ko'rib chiqsangiz ko'ra olasiz. Hammaga rahmat, hammaga omad. Keyingi konkurslarimizda hammanglarni aktiv kutib qolamiz, aktiv bo'linglar. Bu mana masalan kommentariylarning ko'tarilishi, boshqa masalan chiroyli kommentariy yozishyapti, o'shanga like bosilyapti. Oldindan aktiv bo'lgan o'zimizni живой auditoriyamizni o'sha odamlar yutyapti har doim. U nohaqlik yo'q. Qanaqa masalan живой odamlar yutyapti mana. Shunda braslet ham qo'limizda. Hammasi kumush, haqiqiy. Kelib, xohlasa o'zimizga chiqib olib ketasizlar. Hammaga yaxshi kayfiyat, yaxshilikni ko'rishguncha charchamanglar.